Hürmetli vatandaş, bugün muhakeme ve leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyedesi de gacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslagı 2023 yıl 7. ayının 19. günü haftaga çarşamba vatandaş. Vaziyetimiz tünügülleten Ukrayna adamsız aeroplan arkalık. Şundakmı şunu işletti mi kandak? Krimiya körigini yani bir kıtım partlattı degen gap haber ottırgı çıktı. Bunun olan akıdın kilovatkan cümle nime desiniz? Endi bu uruş, muşu uruş, Krimiyaga kilovatkan uruş yaka bir signal sıktı da etkandı bu. Azı Rusiyanın bir yengiliş, yaki Rusiyanın bu kıtım uruşta mağlup buluş devrige kirgenligiden birligen signal deyişti vatandaş. Bunu köptüreyleyen de ikinci çoğun vaziyetimiz demez sizi bizge bağlı kazır yana. Cungu'nun iktisadi nime degen gap. Tünügün meselegi dedim, püterep duralmıdı degen mavzu keldi, et sözleyimiz dedim, vatandaşım. Onun meğizi nemi kendisiniz, onun meğizi Cungu iktisadi tügeçti degen gap kendi. Cungu iktisadi tügeçti, hazır Cungu iktisadi bu ahval düşkendi, Cungu hükümeti mi hem, merkezi komiteti mi hem bunu itiraf kılışkı mecbur oldu. Şununla Amerika Koşmuş Ştatlarımış iktisadka bağlı kaldı, yalvuruşka başladı. Diyen gepke vatandaş. Bunun içi de misal, yaki mesele bulup oturgu çıkıvatkanı hazır Hında şirketi. Burun, şunda Hında şirketinin etkandı 5-6 şirket var Cungo'da. Endi bu 5-6 şirket hazır Cungo iktisadını tutup duruvatkan şirket dep etkili bulmuşu mu? Onun evvelki 3-4 bundan 10 yılla, 5 yılla ilgiri allakaçan gumran boldu deyilip, yaki hıyanetçi deyilip, yaki bank bilen boğan münasibeti buzlup kol gelinde okıldı dep türmüle kirip, türmünü pütürüp çıkıp oldu. Mesela şunun içinde bir şirket vardı, bir abat şirketi mi kaynen da oldu. Hazır endi Hında şirketi. Bu Hında şirketi tügendi mi, nade çoğun şirketken nayto çoğun tügeşülen tügepti vatandaş. Bunun nime deysiz desiniz hazır Hında şirketi. 2 yıl içinde 3 trilyon 500 milyar Cungo puli yani halk puli ziyan tatkan gap. Pul obrotka katlaşıp obrot kılınıp durup tatkan ziyan. Belki muşu 2 yıl içinde yana 10 trilyon halk puli, Cungo pulu renminbiga qarzdar bolup kalgan gap. Demek aşı pulunu elip işletti. Hında şirketi hareket keldi. Hareketke mandı bu pul. Obrotka katlaştı. Paydı yok. Ziyan 3 trilyon 500 milyon. 500 milyar. Yakında Hında şirketi Gumran buluş poçan. Xitayna poçan fademda şu gumran buluşuğu iltimas yazgan gap. Bunun olan Runyan'ın dünyaya nazari bu ahvalını birleştirip nime deydi desiniz obrazlaştırıp hayır emse cümlen haydaki hürmetlik erbab. Ben kettim. Demek Hında şirketi aşınçılıkta gep kılıplı ben kettim. Depla hazır Cungo'da iktisat sahasının çıkıp gitti. Öy imaret mülkçilik sahasının çıkıp gitti. Ticaret sahasının çıkıp gitti. Demek pul muamele sahasının çıkıp gitti. Bu intihar zor zerbe bu. Bir Hında ömürlük şirketinin işimiz vatandaş bu. Yaman ağır zerbe bu. Tünügenki endi püterep duralmadı. Amerika'ya yalvarışka başladı degen meseleyi sözleymen diye haberinin misalamanımışı vatandaşım. Enendikin hazır Amerika Cungu münasebetindeki ciddilik pesişki başladı depo New York vakt gezitimi. Şundak bir parça makale ilan kıtı. Onun misali süptüde mesela tünügen silage degen sözümüz var. Liksiyimiz bu sözlüge liksiyimiz bu içe. Bir ay içinde Amerika Koşmuş Ştatlarının yukarı derecelik emeldarlarından 3 sefer emeldarının Azerbaycan'a ziyaret gelişi muşunun delili. Çünkü iktisat tügeçti. Bulanı Beijing çakırıp sohbetleşki, meslehetleşki başladı.
New York Vaqt gazetasining yozgan maqolasining mazmuni shu. Hozir iqtisoddan bu gumron bo'lishi jo'naqa yuz tunib ketar. Tuvandikilar masalaqi. Ministr darajliklar emas. Yo'shurdiganlar emas, hozir jo'naqa oshkor bo'ldi. Anandan keyin bugun hozir ma'lum xabar Xanday shirkatining gumron bo'lganligi to'g'risida xabar bugun 19-kuni Alqiliq paytlar vatandosh, Malqiliq paytlarning xabari. Anda yana bir xabar nima desangiz, peshqadam diplomat yoki peshqadam davlat ishlar kotibi sobiq peshqadam davlat ishlar kotibi Henry Kissinger tuyuqsiz hozir 100 yosh kirdi vatandosh, 100 yoshga oshdi deymi? 100 yosh kirdi, tuyuqsiz hozir Beyjingda paydo bo'ldi. Buni men tushundirsam, mundaq tushundiraman. Beyjingning beshig'i kun tushganda Amerikalik do'stlar, qadinasi do'stlar deydigan do'stlar tarkibida, ya'ni kimlar davlat arboblari pensiyaga chiqqani yo'q. Qanday arboblar bor buni bilmayman, faqat Kissinger Jungoliklar, Jungo Kompartiyasi Kissinger apandini izlaydi. Hozir beshig'i kun tushdi, qaysi sohada kun tushdi? Iqtisod sohasida beshig'i kun tushdi. Jungoning iqtisodiyoti asosiy jihatdan gumron bo'ldi desangizda bo'ladi, ko'rdingizmi? Xanday shirkati. Mushunaqa misol Jungoning iqtisod asosiy jihatdan gumron bo'ldi desangiz bo'lmaydi. Beshig'i kun tushganda Kissingerni chaqirib edi. Kissinger to'g'risida Beyjing tuyuqsiz ziyorat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bu to'g'rida boshqacha fikrda bo'ldi deydi. Bu xabar 7-oyning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika bilan harbiy ishlar aloqa munosabatida bo'lishni rad qilib turgan bir paytda Davlat mudofaa ministri Li Shangbo Kissingerni Beyjingda qarshi oldi dedi. Li Shangbo mundaq dedi, Jungo taraqqiy topsa dunyoning baxti, opti emas. Amerika Jungo to'g'risida to'g'ri hukm qilishi lozim. Endi bu yerda hayron qoldingiz, davlat mudofaa ministri Li Shangbo bilan bir peshqadam diplomat Kissingerning o'tirisida qanday suhbat qildi vatandosh? Nim bo'lib ketdi bu Jungo qara? Hozir diplomat Chingani raketa qismlari bilan munosabati bor dedi. Bir diplomatning raketa qismlari bilan munosabati bor deydi. Hozir endi Kissingerni Beyjingga olib boshqa diplomatlar bor, davlat arboblari, 2-darajalik yo 3-darajalik bo'lsa-mu, ko'rishmay bu davlat mudofaa ministri Li Shangboning ko'rishganligi, Li Shangbo shart qo'yibdi Amerika qabul qilmaydi. Li Shangboning birinchi sharti embargoni bekor qilsa, Amerika Qo'shma Shtatlari biz ondan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy ishlar munosabatida yurishlarga yo'lni ochamiz va aloqa munosabatda bo'lamiz. Uning sharti shukan, hozir men o'chib qo'ygan shart yo'q, biroq debdi Jungo gullansa dunyo gullandi deydi. Buning nisbatan bizning ko'z qarashimiz Uyg'urning fikri nima desangiz ko'z qarash emas, Uyg'urning fikri nima desangiz Jungo gullansa uning qo'lida qilichli bo'ladigan bo'lsa odam o'lib turadi. Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligi buning misoli. Uyg'ur qirg'inchiligini yo'lga qo'yish pul va qilich bilan pul o'ttirishga munosabat. Shunga Jungo gullansa dunyoga ofat, dunyoga ofat derdi hozir. Chunki Amerikaning davlat axloqi sening bu qilmishingni, sening bu harakatini qabul qilolmaydi. Bo'layotgan ish shu. Uyg'ur qirg'inchiligini yo'l qo'yding, Amerika buni qabul qilolmaydi. Bugun endi bu Kissingerni Beyjingga elib berib, birinchi suhbatda bu Li Shangbo davlat mudofaa ministrining o'tirg'i chiqqanligi, o'tirg'i chiqib so'zlashganligi bu qiziq ish vatandosh. Anda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bu to'g'rida, ya'ni Kissingerning Jungoni Beyjingni ziyorat qilganligi to'g'risida nima debdi desangiz, bayonotchi Madav Miller Davlat Mahkamasining bayonotchisi Prezident Joe Biden hukumati Kissingerning Jungo ziyorat borganligini biladi dedi. Miller bayonotchi mundaq ko'rsatdi, biladi. Kissinger odatdagi fuqarolik salohiyati bilan Jungo ziyoratga bordi. Men demoqchimanki, uning ixtiyori bo'yicha Jungo ziyoratga bordi.
Kissinger Amerika hükümetiga vakillik qila olmaydi. Tushundingizmi? Kissinger pura Amerikalik o öz ixtiyori bo'yicha, masalan, Jungo taklif qilgan bo'lsa, Jungoga bordi. Amerikaning navbatchi hukumati prezident Joe Biden hukumatiga vakillik qila olmaydi. Andan hozir su shavqi deganda bilasizlar. Men sizlarga so'zlab turman bu Koreyadagi odamga o bir parça xabar beribdi. Nima debdi desangiz, hozir xabarda Kissingerning Beijingga berishi boshqa maqsadlar uchun emas, Qingang diplomat Qingang Jungoning tashqi ishlar ministri Qingangni qutuldirish uchun yetib keldi Beijingga dedi. Mayli uning xabari olsin, yolg'on bo'lsin, intayin sezgir vaqt. Hozir Qingang masalasi tashqi ishlar ministri butun dunyoda g'avg'o xarakterlik masalaga aylandi. Yani bir noktada aytganda esingizda bo'lsin, vatandosh, 1989-yillik Tiananmen voqeasi xiyobonga bog'liq portlab chiqdi. Agar Qingang masalasini bu qatim bir taraf qila olmasa, Jungo hukumati to'g'ri nuqtada turib bir taraf qila olmasa, masalan, nima sababdan yo'qolganligini qo'lga emasmi? Nima sababdan yo'qolganligini tushuntirmasa qaraganda bunun Jungo jamiyatimi norozi bo'ldi. Çünkü dedi-ku, bu Qingang deganning nasabi bek uzunga bordi ekan. Jungo kompartiyasi qurgan tarixga bog'liq ekan dedi-ku. Bu bir nokta. Hozir Kissinger efendi shu yerga berib, Qingangni qutqazmoqchi bo'ldi deydi. Qingangni qutqazmoqchi bo'ldi, beribli bu davlat mudofaa ministri Li Shangfu bilan ko'rishganligi bu bir g'alati ish vatandosh. Nim bilishidan qat'i nazar, hozir ifoda bildirdi Davlat Majlisi. Davlat Mahkamasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerikalar pura Beijingga ziyoratga beribdi, o'zi tanlab elibdi, o'zining ishi navbatdagi Amerika hukumatiga, prezident Joe Biden hukumatiga vakillik qila olmaydi. Hozir yana bir torbitida yozilgan mavzu nimasi? Bu malqiliq paytlar 7-oyning 19-kuni Jungo iqtisodiy eg'ir zaxmiga uchirdi dedi. Amerikaga yalvurishga boshladi. Qistab kelgan qarz 300 trillionga yaqinlab keldi. Allah shar. Bir davlat 300 trillion, uni bir shirkat boshladi, 10 trillionga qarzlar. Lekin 2 yil tijorat ichida Xinda shirkati, uybilik shirkati 3 trillion 500 milliard yuan ziyon tortdi dedi. Endi ma'o, ya'ni shu alqaliq paytlarning xabari, Jungoning qarzi yaqinlab keldi 300 trillion yuanga yaqinlab keldi dedi. Yani bunu unutmayın, Jungoning hozir iqtisodiy ahvolining nima ekanligini ko'ramiz. Yana bir xabarni tushunmasan, ekranda chiqishig'illa nima deyildi desangiz, sen mi shu kunga qoldi ekansan, ha? Ekranda xat majmua. Anda mavzu mundaq: bardoshlik berolmay, pul terab turolmay, banklar g'aljiri et taraf-tarafga sakragandek sakrashga boshladi. Hech qanday amal chora qolmadi. Ro'ngyaning dunyoga nazari 7-oyning 19-kuni bank tugashdi. Shunday vaqtda andan Amerikaning 3 nafar yuqori darajalik amaldori Beijingni ziyorat qildi deydi. Esinglarga sep qo'yavertanda, so'zladim sizlarga, so'zlab keldik boshda. 4-oyning 1-kuni Mo'shil, 4-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy, Osiyo, Tinch Hind okean, Osiyo ishlari bo'yicha, Tinch okean ishlari bo'yicha moslashtiruvchi yuqori darajalik amaldor Kurt Campbell nima degan edi? Krizis payti funksiya qurayli, krizisga taqobil turadigan. Jungo jamiyati har qaysi sabablar bo'yicha Amerika bilan aloqa munosabatda bo'layli. Buning roli intayin muhim. Biz buning bilan ayni chog'da Sovetlarning parchalanish davridagi jiddiy krizisga mush yo'l bilan taqobil turgan edik. Biz aloqa munosabatda bo'layli, aktiv aloqa munosabatda bo'layli. Qiziq liniya qurayli, telefon liniyasi qurayli.
Men bu sizlarga so'zladim 4-oyning 1-kuni Aqsarayning yuqori darajalik amaldori Kurt Campbell shuni degan edi. Endi bugun Jungo Kompartiyasi men Amerikaga aloqa munosabatda bo'laman. Lekin harbiy ishlarda aloqa munosabatda bo'lmayman deb shuni markazlashtirgan. Harbiy ishlarda aloqa munosabatda bo'lishdan tunji qadimiy garchi diplomat bo'lsa-mu harbiy odam emas ki singir Beijingga chaqirib elib berib lezaypo bu ko'rishgan bo'ldi degan gap vatandosh. Demak sen hozir harbiy ishlardami kayninga yanasan. Bu ishni yangan ekansan, o ishga munosabatda uningdimi yanasan mumkin emas. Hammasi bir-biriga munosabat bo'ldi. Masalan, Xinda shirik tugashdi. Qisqacha bir sanab baqaylik vatandosh. Xinda shirik tugashdi. Xinda shirikdagi munosabatda Jungoning Simont zavodlari ishtidan to'xtadi degan gap. Jungoning aynak ishlab chiqarish zavodlari ishdan to'xtadi degan gap. Jungoning o'z jihozlarini ishlab chiqarish shirkatlari ishdan to'xtadi degan gap. Tushundingizmi? Bir Xinda shirkatdan to'xtatib so'raylar. Uningdan keyin Xumdan kesak zavodi ishdan to'xtadi degan gap. Yana qaysi taraflar? Eng muhimi Po'lat temir. Temir çivik ishlab chiqargan Po'lat temir zavodlari ishdan to'xtamagandimi intayin eg'ir shikastga uchradi degan gap. Nemishki bu yerda bir shirkatning iqtisodiga qarab baqama 2 yillik savdoda 3 trillion 500 milliard yuan ziyon tortdi. 10 trilyonga qarzdor bo'lib qoldi degan bunda cho'ng shirkat yuqorqidagi shirkatlarga bevosita bog'langan bo'ladi. Yuqorqidagi shirkatlar Xinda shirkatiga bevosita bog'langan bo'ladi da vatandoshim. Mana birisi tugasa, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisi tugaydi Allohim bari haqdir. Sen bugun odatga aloqa munosabatlarda yo'l qo'ygan bo'lsang Amerikaga harbiy ishlar aloqa munosabatida kayninga dajiyanmaysan bu mumkin emas-da. Enada mi yo'l qo'yishga majbur bo'lasan. Turgan dedik-ku, oxiri yolvordi dedik-ku. Minister Wang Yi bu qatam Jakarta suhbatida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga yolvorib turib, qo'rqdi. Beijing qo'rqdi, Junanhay qo'rqdi. Hozir kelayotgan ish uning bir siyosiy hokimiyatini qanday saqlab qolish masalasi emas. 1 milliard 400 million nufusi bor bir aholi iqtisod bilan kunda bir to'g'ri muammo bilan qanday beqish masalasi. 3 million askariy odamlarni nima bilan boqsan? İqtisod bo'lmasa, dollar bo'lmasa, yemek-içmek bo'lmasa, 3 million askariy qismini nima bilan boqsan? Jonaqay mana shunga keldi degan gap. Vatandoshlar hozir chunki eg'ir juma hozir eg'ir juma yana gapni anglab turib. Men 3 kun avval, 4 kun avval shuna bir xabar keldi. Nima deydi desangiz, hozir oshkor bo'ldi. 7-oyning 28-kuni, yani 10 kundan keyin, esa 9 kundan keyin Sichuan o'lkasida intayin zo'r ko'lamli namoyish portlaydi deydi. Oshkora aytdi buni. Nima dedi? Maqsad ag'dirish. Kompartiyaning diktator hokimiyatini ag'dirish uchun deydi. Buning sababi ishinishingizning sababi nima desangiz, torbetlardan boshqa buni iliqiman sizlarga misol berib kelayotgan Amerika ovozining video film ishlash kanali. Yani saqlab oldim, mana lekin mazmuni sizlarga deb berdim. Amerika ovozi video film ishlash kanalidan chiqqan ekan. Albatta men buning ishiniman-da. Siz ham ishinisiz-da vatandoshim. 7-oyning 28-kuni bu namoyish Sichuanda yuz berdi ekan. Hozir torbetlarda orqali allaqachon tayyorlik qilib qo'ygan gap. 1989-yildagi Beijing Tiananmen yuz bergan namoyish 6 oy burun mushu namoyish bo'ludi degan gap jamiyatga chiqib qolgan-da vatandosh. Şu akıllı şu, Beijing'de müşünler namoyish oldu ekan, dunyodan ham Jungoning har qaysi joylarida namoyish oldu ekan. Shundaq bo'ldi-ku. Masalan, Beijing'de boshlandi namoyish. Boshqa joylar qanday tek vaqti bilan ikkinchi bo'lib 1989-yili 5-oyning 16-kuni Urumchida Tungallar bilan Uyg'urlar shiddatli namoyish qilib Abdunum rayonlik hukumatning ishiga kirdi.
Hatta Abdunum rayonluq hökumətinin məxfi işxanası, yani məxfi işxanası telgraf, telefon işxanası, Beijing bilen bevosita aloqalashadigan telgraf işxanasigacha namoyishchilar besib kirdi degan gap. Demek hükümet degan to'la kuchlik narsa emas. Ojiz narsa ekan. Hükümet degan gezi kelganda vatandaş 5 ayning 16 kuni 1989 yılı. Shunday. Hozir endi mana hozir Sichuanda namoyish bo'ladi degan gapmi? Shuning o'xshashli o'ttirg'i chiqdi hisobda. Qani buni oldimizda ko'ramiz 10 kun ichida Cumhuriyet'in ahvali endi namoyishni men biz so'zlayotgan iqtisod meselesi bilan birleştirip qarasangiz vatandaş, bu ishlar siz biz hech nima deyolmaymiz. Mümkün, hammasi mümkün. Hammasi mümkünlik ichida ro'y beradigan, yuz beradigan ishlar bo'lib qoldi vatandaş. Dunyomi shah vatandaşim mana.